Assalomu alaykum hurmatli Uyg'urlar, hammalarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Bugun qishimda ömrümni tunchiqdim olgan mukofotim bilan oldinlarga chiqdim. O'tgan hafta shanba kuni Kanadadagi Uyg'urlar bir Mehmet To'xtakam bir piknik o'rlashtiribdi. U yerga meni da'vat qildi. Chunki bu Kanadaga 10 ming Uyg'ur ekilish masalasida men qo'limdan kelishicha qo'lladim. Chunki hozirgacha ish qilayotgan insonlarni qo'llash meningki eng muhim prensiplerimden birisi. Uzanlar bilse 10 ming Uygur inşallah kelidi Kanadaga. Gerçi Mehmet To'xtakam nait tıl işitip, ahanet işitip, tatmaganca baskanmadı ama nait hoşallık bir şekilde bana bir 10 ming Uygur'un tunç türkümü keliş aldı da qeyrindaşlar. Qalan tafsilotini Mehmet To'xtakamdan bilib olasizlar. Endi bu mukofotni ilishimdagi sabab qeyrindaşlar. Mehmet To'xtakamga men o'zimniki Where's My Family ailem qayerda platformam bor. Shu yerda meniki o'quvchilarim bo'lsin, takipchilarim bo'lsin, followerlarimdan sosyal media ustidan qilingan kampanyalarimda pul yig'ilgan. Shu puldan bir 60 ming dollarni men Kanadadagi mush ishlarni qiladigan insonlarga avat bergan Mehmet To'xtakamga. Chunki bular hamdaligi davlatdan pul kelguncha qarindoshlar şu yerda insanlarni ishiltib, ularninki mayli dokumentlar olsun, tercüme qilish masalasi bo'lsin, professional bir şekilde ishiltish uchun, ham davlatdan pul ilish uchun shu pulga dasmisilib bir 8-10 odamni ishiltib, 5-6 ay ishiltib, maoshini berib, anandan keyin davlatga iltimos sunish kerak ekan to'q. Shu biz avat bergan 60 ming dollar pulni Mehmet To'xtakam shu insonlarga maosh berib, ishlatib, anandan keyin davlatga mush iltimos sungan vaqtida, mush Uyg'urlarni kutib olish, anandan keyin aydirımdan eleş, tercüman işlerini o'rlashtirish qatorliq bir mo'cha tam ishga kelib, biliqi ishlar hal bo'lguncha Kanadada shu masalalar uchun 1 million dollar hal qildi. Mushu 60 ming dollarni ishlatib bergan maoshlar bilan men ayt xo'sh bo'ldim, chunki bu bir nisb masalasi. Alloh menga nisb qildi bu ishni. Men bu shunga birinchi job Allohga shukr qilaman. Ikkinchidan, ham bu yerda nurg'un agach kuchlarim bor. Buning ichida Uyg'urlarmi bor. Aşağıda azraq 10 dollar olamdı, 20 dollar veramdı. Bu şu platformga bergan pul iyoni qilgan qarindoshlarımga rahmat aytaman. Bu 60 ming dollarning inşallah berkitini belki de yüzlerce yıl ko'ramiz. Chunki kelgan Uyg'urlarning ichida Uyg'ur köy, Uyg'ur well deb yezlar ichilib ketsa, yoki shaharlar ichilib ketsa, aramizdan nurg'un baylar chiqsa, nurg'un iyilik tiklikchilar chiqsa, nurg'un belki siyosiyonlar chiqsa, harbiy olimlar chiqsa inşallah bizning vatanimizning kelajagi uchun intayin muhim bo'ladi deb o'ylayman qarindoshlar. Endi bu yerda bu mukofotni bu yerga qo'yishimdagi sabablarning yana birisi qarindoshlar. Men birinchi shu yerda Mehmet To'xtakam boshda Kanadada meni intayin qizg'inlik bilan kutib olgan Kanadadagi jamoatga rahmat aytaman. Naiti men o'zimni xijil qilyapti, chunki ular tarafdan atrofimga kelib, naiti chiroyli so'zlarni qilib, naiti chiroyli rahmatlarni aytib, mayli erlar olsun, mayli ayollar olsun, apashlar, dadaşlar, ining singillar, hammasi naiti güzel so'zlar bilan ko'nglimni oldi. Ularga rahmat aytaman. Kavob deganda bulishig'i yigizdi, polovni bulishig'i yigizdi. Shunchalik chiqib aytib kelmanki, ertasi tomoq yemay qoldim qarindoshlar. Uni Kanadaliklar tamoqni bek o'xshidi ekan. Men meni xijil qilib qo'ygandim. Chunki bu kishi vaqtida bir g'uljiqdan bir chaq chiqyapti. G'uljiq kelsan, kavob bilan bunday qilib polov bilan mehmon qildik. Urumchiga olsan, xomen bilan uzatding deb. Endi bular ham Amerikaga kelib qolsa, biz qanday qilamiz deb o'zim o'ylash bishimga azroq besim chiqib qoldi. Endi Kanadadagi Uyg'urlar Amerikaga namoyishga kelib qolsa, atugin bularni obdan 180 turdi deydigan bir ko'z qarash kelib qoldi. Chunki men o'zim xijilib qoldim bularninki nimasidan, bütün yaxshi muomalalardan. Ularga chin ko'nglimdan rahmat aytaman Kanadadagi qarindoshlarim. Endi uchinchi masala qarindoshlar, buğday nening bo'lmasa, buğday so'zing yo'qmi degan Uyg'urcha bizningki bir so'zimiz bor qarindoshlar. Endi qarindoshlar, bizdek insonlar bu qo'limizdan kelishicha qilyapmiz, ammo ish qilgan odam shu ishni qilib bo'g'ichan hammadan o Xitoy bir yoqda qilib, bir Uyg'urlar tilla versa qarindoshlar, bu davoda ishlayotgan insonlarmi charchab qoladi qarindoshlar. Menga mukofot berib alqishlanlar demayman qarindoshlar. Mushundaq kichik ishlar bu qancha pullik narsa? 50-60 dollarlik narsa, 50-60 dollar, 50-60 dollar emas. Bu yerda masala ko'ngil masalasi. Bu yerda masala ham ko'ngilni izhor qilish, hem bu millet için iş qilayotgan insonlarning ko'nglini elish. Millet için men ham xizmat qilmayman. Nurg'un atrofimiz nurg'un insonlar va qarindoshlar. Ularga pul bermasakmi? Ular bilan o'xshash oldingi hisobda urush qilmasakmi? Ularga o'xshash ko'krimizni kirib va o'qlarning hammasi menga kelsin deyamasakmi qarindoshlar? Mushundaq mayli moddiy ma'niy jihatdan ish qilayotgan qarindoshlarimizni
Azroq bo'lsa-mu ko'ngilni elib qo'ysak qarindoshlar, bular sizlardan pul talab qilmaydi. Kim maaş talab qildi Uyg'urlarning qarindoshlar? Men sizlardan maaş talab qildimmi? Mehmet To'xtakam Uyg'urlardan maaş talab qildimmi qarindoshlar? Boshqa Uyg'urlar, nurg'un Uyg'urlar va xizmat qilib atgan sizlardan maaş talab qildimmi qarindoshlar? Hech kim maaş talab qilmadi. Faqat sizlarning tilmasliklarini, qo'llashinglarni, hiç olmaganda buğday nenanglar bo'lmasmi, buğday so'zinglarni talab qildi qarindoshlar. Chunki bu ish masalasi, bu ko'ngil masalasi qarindoshlar. Ammo mencha Xitoy nati muvaffaqiyatli bo'ldi bu masalada. Chunki qarab baqsanglar, davoda Xitoydan kelgan bisimga emas, Uyg'urdan kelgan tayoqqa, til ahonatga chidamay nurg'un insonlar tashib ketib qoldi qarindoshlar. Ammo inshaalloh mushunchalik kichik narsa, mana mushunchalik narsadan boshlaymiz hamda buningdan keyin bu mayli biz Uyg'urlarning ma'naviy cho'ng apisi Rabia Qodir olsun, mayli boshqa insonlar olsun, millatimiz uchun xizmat qilgan insonlarga hech bo'lmaganda rahmat deyishni o'rganaylik, tashviqlaylik qarindoshlar. Bu mening shaxsiy manfaatim uchun emas, millatning manfaati uchun. Shuning uchun hammanglarga rahmat. Kanadadagi qarindoshlarim, rahmat. Kanadaga bek amar bo'lib qoldim, buningdagi davomliq berishga majbur qilgan o'xshayman. Inshaalloh. Eng oxirida bir gap. Bu dunyoda yaxshilik qilishdek bir shaxsiyatchilik yo'q qarindoshlar. Yaxshilik qilishdek bir shaxsiyatchilik yo'q. Nima yaxshilik qilsangiz, uni haq qildim deb o'ylagan bilan u yaxshilikni o'zingizga qilsiz. Zarra qadar yaxshilik yadi qolmaydi, zarra qadar yomonlik yadi qolmaydi. Bu mening va'dam emas, bu Allohning va'dasi. Endi men bu yerda xuddi bir Kanadadagi Uyg'urlarning kelishiga ancha-munchalik bir chimdim tuzum bo'lsa-mu, sho'rpada mening tuzum bor deb o'ylayman. Lekin amaliyot o'ylab baxsam qarindoshlar, mening 3 o'g'lim bor, bir qizim bor. Balkim shu kelayotgan qarindoshlarim ichida mening kelinlarim bor-da, chunki mening bolalarimni so'rab baxsam, hammasi Uyg'urlardan to'y qilg'isi ekan. Chunki men bolalarimni bir erkin tafakkur qilish uchun qilgan emasmi? Yo'q, sen Uyg'urlardan to'y qilsa demayman. Bolalarimni erkin tafakkur qilishni o'rgatdim. Ammo o'g'illarimdan so'rgan vaqtimizda men Uyg'urlardan to'y qilg'imiz bor, Uyg'ur bo'lsin deydi o'ylab yiqinglar. Bu meni xush qildi qarindoshlar. Endi shu kelayotganlarning ichida balki mening kelinim bordi, balki mening qudam bordi. Shunga men xuddi bir ularga yordam qilganda qilgan bilan balki o'zimning bolasiga yordam qilganim mumkin. Shunga qarindoshlar, yaxshilik yadi qolmaydi bir. Ammo millatingiz uchun qilgan yaxshilik balki normal yaxshiliklarningki million qaytaga chiqishi mumkin qarindoshlar. Millatingizga qilgan yaxshilik ham millatingiz ham emas. Chunki mana bir stakan suv qarindoshlar, bir potluk suv. Bu bir botluk suvni qarindoshlar, bana hozir bersangiz rahmat deyman. Ammo cho'lda shu ulayotgan, suvsiz qilib ulayotgan bir insonga bersangiz bir hayotni qutuldirdi. Uningga butun dunyoni berdingiz degan gap bir stakan suv bilan qarindoshlar. Shunga bizning millatimiz xuddi cho'lda halsizlikdan, suvsizlikdan ulayotgan bir millat. Bir yilga bir stakan suvga bir qushq suvni bersangizmi, jin saqlab qolaysiz. Demak, o'xshash bir stakan suv kapalı çarşıda yakınması çoğun bazada başka bir insanlara azrak bir susuzluğun kandığı olmasa yeni bir tarafta ulanın hayatını kurtuldurduğu diyen gap qarindoshlar. Demek bizning milletimiz için kılgan her kandak bir hizmetimiz meyli bu bir çimdin tuzulamdı, meyli bu bir minut vaxtınla bulamdı, meyli bu bir dollar bulamdı qarindoshlar. Yakınması addi bir kadem bulamdı, bir minutimiz, bir dollarımız, bir kademimiz belki milyonlarca Uyg'urninki hayatını kurtuldurdu qarindoshim. Şuna şəxsiyyətçi bulaylı. Allah çoxun bunun mükafətini verdi. Allah'a emanet.